Assalomu alaykum akalar ukalar. Mana xudo xolasa navbatdagi obyektimizda mana tunga qatirayotgan ish jarayonlari bo'lyapti mana. Hozir sizlarga to'liq ma'lumot tushuntirib o'tamiz. Bu obyektimizning razmeriga keladigan bo'lsa, eni 12 metr, uzunligi 35 metr bo'ldi mana. Ikki tomonga suv oqadigan bo'ldi. Mana shu ko'rinishlarda. Materiallarimiz har doimgidek konteyner profildan bo'lgan materiallar. Mana hozir pastdan ko'rinish holatlari. Mana shapkasini 1 metr chiqardik, mana uyda egasi 1 metr yetadi deydi. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bemalol bizning xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Hozir tepadan ko'rinish holatini ham olib beramiz. Bu yonboshdan ko'rinish holati mana. Narx-navolarga keladigan bo'lsa, 170 mingdan kvadrati 300 mingga dur. Joyga qarab aytib beramiz, qanday bo'lishiga qarab. Nomerlarimiz 88lik kodi bilan 978 78 07. Hozir sizlarga ichidan ko'rinish holatini ham olib beraman. Mana ichidan ko'rinish holatlari. Mana ichidan ko'rinish holati. Mana yonboshdan ko'rinishi mana uyning ichida. Firmalarimiz orasiga keladigan bo'lsa, firmalarimiz orasi 120 dan oralig'i, rekalarining oralig'i 60 sm dan. Ustagamiz mana planshetlar qatyapti. Hozir ichidan ko'rinish holatini ham olib beraman sizlarga. Mana obyektimizni tepadan ko'rinish holatlari mana. Bu obyektimiz Samarqand viloyatida bo'lgan Andijoniy mahallasida bo'ldi mana. Hozir tepada cho'qqisini ham olib beraman sizlarga. Mana tepadan cho'qqisidan ko'rinish holatlari mana. Shunga o'xshash uy tomlari, katta-katta zdaniya, zavod, fabrikalarning ustilari 24 metr, 25 metrgacha bez ustini olib beraveramiz. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab har doimgidek mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar bemalol.